İnsanlarning to'g'ri hukm chiqarishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar. Aql, bo'libmi insonlarning hissiy aqli. İnsanlarning aqli cho'ng jihatdan idrokiy aqli va hissiy aql deb ikki cho'ng turga ayriladigan bo'lib, idrokiy aql tonish, bayqash, konkret va fizikalik narsalarni o'rganishda muhim rol o'ynasa, hissiy aql insonlarni tushunish, abstrakt narsalarni o'rganish va tasavvur qilish qatorliq jihatlarda alohida muhim rol o'ynaydi. Aql bilimning asosi. Ammo bilim aqlga barobar emas. Ko'p o'qish insonni bilimli qiladi, ammo texmi aqlli qilmaydi. Shunga aql logikalik tafakkur qilish va to'g'ri qaror chiqarishda bakli muhim. Aqli to'van insonlarning bilimi nisbatan cheklik bo'lib, ular osonla boshqalarning monopol qilish obyektiga aylanib qilishi mumkin. Normal psixika va sog'lom ruhiy kayfiyat. Hasadxo'rlik, ko'ralmaslik, qizg'anchiqlik, tushkunlashish, tashvishlanish insonlarning aqliy tafakkuri va to'g'ri yakun chiqarish iqtidorini ostin-ustun qiladigan bo'lib, insonlarni to'g'ri xatoni farq etolmas qilib qo'ydi. Undaq kishilarni tanqid qilish, tarbiya berish yoki pokit ko'rsatish orqali qoyil qilish, ularning qarashini o'zgartirish bakli qiyin. Ularga ta'sir ko'rsatishning eng unumli usuli ularning psixikasini normallashtirish yoki ruhiy sog'lomligini asliga keltirish. Axloq va e'tiqod. Bu yerdagi e'tiqod yolg'iz diniy e'tiqod bo'lib qolmasdan, u insonlarning qimmat qarashi, aqidasi va nimani haq deb qabul qilishi qatorliqlarni ko'zda tutadigan bo'lib, ziyoda shaxsiyatchi, aqida yoki axloqiy o'lchami burmalangan kishilar biror masala ustida tafakkur qilganda yoki yakun chiqarganda sog'lom tafakkur qilolmasligi va to'g'ri yakun chiqarolmasligi mumkin. Bundaq kishilarga ta'sir ko'rsatib, ularda o'zgarish paydo qilishning unumli usuli ular anglaydigan tilda so'zlash, ular biladigan usulni qo'llanish. Bilim va uchur. İnsanlarning ma'lum ahvol yoki masala haqida yetarli bilim va uchurga ega bo'la olmasligi, ularning u ahvol yoki masalani atrofliq o'ylashiga va to'g'ri qaror chiqarishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. İnsanlarning o'yi va tafakkuri insonlar bilgan doiradan halqib ketolmaydi. Bu yerdagi bilish yolg'iz to'g'ri bilish bo'lib qolmasdan, u inson xato bilgan va bilaman deb qaragan narsalarning hammasini o'z ichiga oladi. Normalda aqli o'shi joyida va psixikasi sog'lom bo'lgan insonlar o'zi bilmagan ahvol yoki masalaga nisbatan oldirab qaror chiqarmaydi. Ularni bilim va uchur orqali qoyil qilg'ili bo'ladi. Ammo aqli to'van, yetarli bilim va uchurga ega bo'lmagan insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash uncha oson emas. Bo'libmi, o'zining bilmaydiganligini farq etolmaydigan nodon insonlarni qoyil qilish texmi tez. Yuqorqilardan boshqa, insonlarning kechirmishlari, yashagan muhit, sharoit, vaqt, ijtimoiy jamiyat va atrofdagilarning ta'siri qatorliqlarmi insonlarning qanday tafakkur qilishi va qanday qaror chiqarishiga ta'sir ko'rsatadi.